Haqiqatdan ham kutilmagan holatni o'rnini bosadigan narsa yo'q. Ittifoqchi kuchlar D-Day tongida ufq ortidan paydo bo'lganida bu natsistlarni hayron qoldiradi. Ular bunday ulkan hujumga bu yerdagicha tayyor emas edilar. Germaniya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, hujum 150 mil uzoqlikdagi Kaleysda bo'lishi kutilgan edi. Shuning uchun ularning ko'pchilik qo'shinlari aynan o'sha tomonga surib qo'yilgandi. Nemislar bo'sh plyajni himoya qilib turgan paytda ittifoqchilar Normandiyaga bostirib kirishdi va oxir-oqibat urushni yutishadi. Natsistlar chalg'atilgan edi va bu katta qism bilan yillar davomida o'z uyidan ularni troll qilgan bir odam tufayli yuz beradi. U ularga to'g'ri, lekin foydasiz ma'lumotlarni yuborib, ularni xato yo'lga solgan, vaqtlarni behuda sarflagan va nihoyat urushni yutkazishlariga olib kelgan. Bu odam hech qanday josuslik tajribasiga ega emasdi, lekin o'zining xarizmasi va tasavvuri bilan Gitlerning ishonchini qozonib, shu bilan birga Britaniyaning eng zo'r josusi bo'lib chiqadi. Hey, men ismim Abdusalom. Men shu turdagi ilm-fanga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'zbek tiliga tarjima qilib sizlar bilan ulashishni yaxshi ko'raman. Undan tashqari men Amerikada 10 yildan ziyod yashadim va yaqin orada men O'zbekistonga qaytib ko'chib keldim. Sizlar uchun ilm-fanga oid videolarni tayyorlashdan tashqari men Icon o'quv markazida ishlashni boshladim. Agar ingliz tilini sof, ravon va haqiqiy Amerika uslubida o'rganmoqchi bo'lsanglar, Iconga murojaat qilinglar va Mr. Tommyni so'ranglar. Sizlar bilan klasslarda va uni ustiga keyingi videomizda ham ko'rishguncha. Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan oldin Ispaniyada respublikachilar bilan millatchilar o'rtasida fuqarolik urushi ketayotgan edi. Ushbu urushdan eng ko'p nafratlanganlardan biri Barselonadan chiqqan tovuq fermachisi Juan Puyol Garcia edi. Uning fermasi hukumat tomonidan tortib olingan, onasi va opasi o'g'irlab ketilib, Puyolni esa jangga majbur qilishgan edi. U ikkala tomondagi ekstremizmni yomon ko'rardi. Shu bois Ikkinchi jahon urushi boshlanganida u natsistlarga qarshi nimadir qilishga qaror qildi. U Madriddagi Britaniya elchixonasiga borib, nemislar ustidan josuslik qilishni taklif qildi. Ammo britaniyaliklar shubha qilib, uni rad etdilar. Shunda Puyol boshqa taktika o'ylab topadi. Bu safar u Germaniya elchixonasiga boradi va o'zini Ispan hukumati uchun ishlaydigan natsistlarga sodiq tarafdor sifatida namoyish etadi. O'sha paytda nemislarning Britaniyada ishonchli jasus tarmog'i yo'q bo'lganligi uchun ular har qanday yordamni qadrlashardi. Puyol darhol ishga olinib, unga kod kitobi, ko'rinmas siyoh, 3000 funt sterling naqd va Londonga borib britaniyaliklarni josuslik qilish buyuriladi. Biroq u Londonga emas, Portugaliyaga ko'chib ketadi. U shunchaki o'zini Londondan xabar yuborayotgandek ko'rsatadi. Faqat Britaniya xaritasi va mahalliy kutubxonadagi sayyohlik qo'llanmasidan foydalanib, u o'zi borayotgan deb yozayotgan joylar va ko'rgan narsalari haqida hikoya qilishni boshlaydi. Masalan, Windermere ko'lida harbiy mashg'ulotlar va janubiy g'arbdan chiqib kelayotgan harbiy kemalar haqida. Harbiy kuzatuvlar orasida u oddiy shaxsiy tafsilotlarni ham qo'shardi. Londonda sayr qilishlari, mahalliy kafelarga kirishi yoki o'zini yomon his qilgan vaqtlari haqida. U natsistlar ko'zida o'ziga xuddi butun tarmoq sabagentlarini ixtiro qiladi. Ular go'yoki mamlakat bo'ylab unga ma'lumot yetkazib berayotgandek. Masalan, Liverpoolda joylashgan shvetsar nemis ishbilarmon, Glasgowda o'qiyotgan venesuelalik talaba, Walesda yashovchi portugaliyalik va Londondan xatlarni olib kelishga va'da bergan uchuvchi kabi personajlar yaratadi. Har bir agent uchun batafsil oila va hayot tarixi yozadi. Puyol bu haqda uzoq yozar edi. Albatta, bu odamlarning hech biri aslida mavjud emasdi. Agar nemislar uni biror narsa bo'yicha so'roq qilsa, u aybni o'sha soxta sabagentlarga yuklardi. Axir axborotlarni ular yuborishayotgandi. Har bir maktubi juda uzun va batafsil bo'lganligi uchun nemislar unga ishonishni boshladilar. Ular hatto uning tarmog'ini moliyalash uchun oyiga $500 yuborishardi. Bugungi kunda u taxminan $11,000 teng bo'lardi. Ammo bu faqat boshlanishi edi. Nemislar Puyolning ishidan hayratda qolishdi va undan aniqroq ma'lumotlar talab qildilar. Va aynan shu paytda voqealar qiziqarli burilish oldi. 3-maktubda Puyol nemislarga bunday xabar yubordi. Liverpool portidan 28-mart kuni 18 ta kema Maltaga yo'l oldi deb yozgandi u. Bu voqeani to'liq o'ylab topgan bo'lsa-da, tasodifan ayni paytda haqiqiy harbiy flot Liverpooldan chiqib ketgan edi.
Ammo bu xat nemislarga yetib borgunga qadar Buyuk Britaniya razvedkasi MI5 tomonidan payqab qolinar va ularni panikaga solardi. Britaniyada maxfiy josuslar tarmog'i paydo bo'libdi deya to'liq qidiruv ishlarini boshlashdi. Tabiiyki bu qidiruvlar hech narsaga yetkazmaydi. Biroq Puyolning maktublarini diqqat bilan o'qib chiqishgach, ular bir g'alati detalga duch kelishadi. Bir maktubda uning sabagentlaridan biri haqida Glazgowdagi odamlar 1 litr vino uchun jonini berishadi deb yozilgan edi. 1 litr vino? Bu gapni o'qib Britaniya holatni tagiga yetadi. Ya'ni Britaniya odatda metr tizimidan foydalanmasdi. Shuningdek, bu shotlandlarning ichki odatlariga ham mos kelmasdi. Shu bilan britaniyalik razvedka anglaydiki, nemislar adashtirilayotgandi va bu xatlar aslida Britaniyaning foydasiga ishlayotgandi. Shu paytdan boshlab MI5 kimdir nemislarga ataylab yolg'on ma'lumot yuborganiga amin bo'lishadi. Shu bilan ular shunaqangi darajada hayratda qolganidan Puyolni topib, uni haqiqiy britaniyalik josusga aylantirishga qaror qilishadi. 1942-yil aprelida Puyol haqiqatdan ham Londonga ko'chib o'tdi va unga Garbo laqabini berishdi. Endi unda haqiqiy ma'lumotlarga kirish huquqi bor edi va u o'z trollash uslubini yangi bosqichga ko'tarishga tayyor edi. O'sha damlarda ittifoqchilar Shimoliy Afrika hududlarida natsist kuchlar ko'payib borayotgani uchun u hududlarni qayta bosib olmoqchi paytlar edi. Shu sababdan keyingi oylar davomida Garbo nemislarga ittifoqchilar aslida Norvegiyaga hujum rejalashtirayotgandek juda noaniq, biroq yo'naltiruvchi ma'lumotlar yubora boshladi. Uning bir agenti tog'larda harbiy tog'chilik mashg'ulotlarini ko'rganini, boshqa bir agent kanadalik askarlar Shotlandiyaning sharqida to'planayotgani haqida xabar bergani haqida aytadi. Yana bir agent Rossiya qo'shinlari g'arbga qarab harakatlanayotgani haqida mish-mishlar eshitganini yozgan. Norvegiyani bevosita tilga olmasidan, u sekin-astalik bilan Norvegiya keyingi nuqtaligiga Gitlerni o'zi xulosa chiqarishiga yetakladi. Gitler ham aynan shu hujumdan juda xavotirda bo'lgani uchun natijada u Norvegiyani himoya qilish uchun 100 minglab qo'shinlarni ko'chirishga qaror qildi. Garboning keyingi harakati ajoyib edi. Afrika bosqini 8-noyabrga belgilangan paytda Garbo nemislarga boshqa bir maktub yubordi. Unda ittifoqchilarning hujumni qanday amalga oshirish haqida batafsil yozilgandi. U maktubga 1-noyabr sanasini qo'yadi, lekin uni yana bir hafta ushlab turib, maktubni nemislarga 9-noyabrda yetkazadi. Lekin u kun nemislar uchun juda kech edi. Ertasi kuni ittifoqchilar Shimoliy Afrika qirg'og'iga 100 mingdan ortiq askar bilan bosqinni boshlagandi. Maktubda bosqinning barcha to'g'ri tafsilotlari bor edi, ammo u juda kech yetib kelganligi sababli hech qanday foyda keltirmadi. Nemislar Garboni ishidan hayratda qolib, xat kech yetib keldi-ku-ya, ammo oxirgi hisoboting ajoyib edi deb javob yozishadi. Keyingi oylar davomida Garbo tarmog'iga yangi agentlar qo'shilib, jami 27 ta soxta josus yaratilinadi. Albatta bu agentlarning barchasiga to'lash kerak edi. 1943-yil oxirlariga kelib, nemislar Garboga oyiga 100 ming dollardan ortiq pul yuborib turgan paytlari bo'lgan. Ularning Garboga bo'lgan ishonchi shunchalik katta ediki, ular Britaniyada yangi josus yo'llashni to'xtatib qo'yishdi. Tarmoq to'liq ishga tushgach, Garboning ustalik asari D kuni boshlanishi uchun ish qilish vaqti yetdi. D-Day Ikkinchi jahon urushidagi eng muhim kunlardan biri bo'lib, aynan o'sha kundagi bostirib olishlar tufayli nemislarning dushmani, ya'ni ittifoqchi kuchlar Yevropaning katta hududini bosib oladi va shu tariqa o'sha kun biz ultimately urushni yutib olishimiz uchun sababchi bo'ladi. Normandiyadagi D kuni dengiz orqali amalga oshiriladigan eng katta bostirib kirish bo'lishi rejalashtirilgandi. 12 dan ortiq davlatdan 2 milliondan oshiq askarlar, 100 mingdan ziyod transport vositalari ishtirok etmog'i kerak edi. Bunday rejani nemislarga bildirmasdan ijro etish hayratlanarli qiyinchilik tug'dirardi. Ammo Britaniyada bunday vazifani bajarish uchun eng to'g'ri va kerakli odam bor edi. Avvalgi safar ma'lumotlar kech yetib keldi. Shuning uchun nemislar Garbodan xabarlarni maktub o'rniga shifrlangan Morse kodida jo'natishni talab qildilar. Garbo avval xabarni ispan tilida yozar, so'ng uni 5 belgilik bloklarga bo'lib, kod jadvalidan foydalanib harflarni almashtirar edi. Operator esa bu aralash xabarni Morse kodiga aylantirib, radio orqali nemislarga uzatardi. Endi Garbo ko'proq ma'lumot yuborish imkoniga ega bo'lib, D kuni muvaffaqiyati uchun shubha urug'larini ekishni boshladi. Uning bir agenti London metrosidagi tunnellar janubiy sharq tomon kengaytirilayotgani, u yerga mashina zaxiralari tushirilayotgani haqida xabar berdi. Boshqa agent Dover portida desant qayiqlari to'planayotganini ko'rdi.
Hatto Garboning o'zi ham Britaniyaning janubiy sohillarida ulkan AQSh armiyasi yig'ilayotgani haqida qalbaki xabarlar o'ylab topadi. Bu esa hamma faoliyat Calais tomonga yo'naltirilgani haqida dalillarni ko'rsatardi. Angliyaga eng yaqin nuqta. Garboning yolg'onlarini qo'llab-quvvatlash uchun britaniyaliklar janubi sharqda haqiqiy dalillarni ham yaratishadi. Maydonlarga soxta yasalgan uchish yo'lakchalari qazishadi va yoniga bo'sh yog'ochdan yasalgan samolyotlar qo'yishadi. Nemislar esa shu soxta obyektlarni sotib olib, u obyektlarni havo hujumi bilan zararlaydi. Bu esa g'oya ish berayotganiga dalil berardi. Doverda yirik soxta neft ombori sozlanadi va mahalliy gazetalarda qirol Jorjni u yerga tashrifi haqida suratlar chiqadi. Gollivud uslubidagi sahnalar yordamida oddiy qayiqni katta urush kemasiga o'xshatishdi va bir qancha shishirilgan tanklar esa hamma joyga qo'yilgan edi. Ular butun soxta armiya, askarlar, texnika, ta'minotlarni yaratib, nemislarni Normandiya uchun haqiqiy tayyorlanayotgan armiyadan chalg'itishdi. Maqsad nemislarni Normandiyaga hujum bo'lsa ham, u asli tuzoq va haqiqiy katta hujum keyinroq Calaisda bo'lishiga ishontirish edi. Qiziq tomoni, britaniyaliklar Gitler bilan Yaponiya elchisi o'rtasidagi suhbatni eshitib qolishadi. Unda Gitler birinchi hujum chalg'itish bo'ladi, asl hujum esa boshqa joyda deb aytardi. Bu bilan shu paytgacha Garboning barcha xabarlari to'g'ridan-to'g'ri Gitlerning stoliga borib turgani va u buning hammasiga ishonayotgani aniq bo'ladi. Garbo janubiy sharq harakatlari haqida gapirganda, natsistlar xaritadagi pinni shu tomonga surishadi. Ular Calaisni himoya qilish uchun 100 minglab qo'shinlarni ko'chirishga qaror qiladilar. Bu esa Normandiyada bo'lishi lozim bo'lgan 100 minglab qo'shinlarning yo'q bo'lishi degan edi. Odatda nemis radio operatorlari 23:00 da uyquga ketardi. Ammo 5-iyun D kunidan bir kun oldin Garbo shu kecha 3:00 da katta yangilik borligini ishora qiladi. Soat 03:00 da Garbo askarlarga qayd qilish uchun plastik choyshablar va ozuqa zaxiralari tarqatilayotganligi haqida xabar beradi. Bu faqat bitta narsani anglatishi mumkin edi. Hujum boshlanishi yaqin. Ammo soatlar o'tib bir dona ham javob kelmadi. Chunki nemislar uxlab qolishgandi. Ittifoqchilar esa soat 6:30 da Normandiyaga mutlaqo yashirincha 3:1 nisbatdan ustunlik bilan bostirib kirishdi. Bu kun juda qattiq bo'ldi, lekin ittifoqchilar Fransiyaga kirishni ta'minlashga muvaffaq bo'ldilar va keyingi 6 hafta davomida Normandiyaning plyajlari orqali qo'shin, texnika va ta'minotni muntazam ravishda olib kirishdi. Hayratlanarlisi shuki, natsistlar Normandiyaga qo'shinlarni ko'chirishning o'rniga haqiqiy jang Calaisda bo'ladi deb o'ylab, yana ham ko'proq qo'shinni Calaisga yuborishadi. Har bir maktub, har bir detal, har bir yolg'on va haqiqat nemislarni xato yo'lga solib, ittifoqchilarga Yevropani qaytarib olish va urushni yutishiga imkoniyat yaratib beradi. G'alaba qozonilgandan so'ng ham Gitler Garboning xabarlaridan hayratda qolgani tufayli va ajoyib operatsiya qilganidan ta'sirda qolib, uni temir xoch bilan mukofotladi. Shu bilan birga Britaniya ham unga OBE, Order of the British Empire ni beradi. Bu xuddi davlatdan berilgan faxriy medal kabi edi. Bu bilan Garbo urushda ikkala tarafdan ham urush medalini olgan yagona odamga aylanadi. Urush tugagach, Puyol natsistlar uni qidirib topmasligi uchun o'zining o'limini soxtalashtiradi va Venezuelaga ko'chib ketadi. Shu tariqa u g'oyib bo'lib qoladi. Qiziqarli jihati, bu hikoya Nigel West ismli londonlik yozuvchi tufayli ommaga ma'lum bo'ldi. U Garboni topishga bel bog'lab, Barselonaga telefon katalogini olib, hududdagi barcha Juan Garsiyalar bilan aloqaga chiqadi. Tasavvur qilganingizdek, ularning ko'plari bor edi. Nihoyat Garboning nevarasi telefonni ko'tarib va West bilan bog'lashga yordam beradi. 40 yil o'tgach, oradan ko'plab ko'ndirish ishlari olib borilgach, Garbo Yevropaga kelishga ko'nadi. Yakunda Garbo Yevropaga kelib, Normandiyani ziyorat qilar ekan, qanchadan qancha insonlarning hayotini saqlab qolganini o'zi ko'zi bilan ko'radi. Bu videoni ko'rar ekanmiz, qo'lingizni qonga botirmasidan ham insonlarning hayotini saqlab qolishingiz mumkinligiga amin bo'lamiz. Undan tashqari guvoh bo'lamizki, tasavvuringizning kuchliligi bilan siz bir inson sifatida minglab insonlarga ta'sir o'tkazishingiz mumkin. Video sizlarga yoqqan degan umiddaman. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha